Lavhamiz qahramoni Salbarxon opaning avval oyoqlari ishlagan, nogiron bo'lmagan, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlagan edi. Vaqt o'tib nogiron bo'lib qoldim. Yotaversam kun sayin og'irlashib borayotganimni sezib, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, o'zimga o'xshagan nogironlarni ko'rib, ulardan motivatsiya oldim va ishlashga qaror qildim demoqda u. Xitoylik bitta ayolni ko'rdim, 57 yoshardi, internetda. Uni qo'li yo'q ekan. Oyog'i bilan qilar ekan o'sha ishni. Meni qo'lim butun-u dedim-da, o'zimga o'zim motivatsiya berdim. Keyin qani qilib ko'raychi dedim. Birinchi kunlarim uncha eplolmadim, to'g'risi. Harakat qildim. Vaqt kelsa tashab qo'ygan kunlarim bo'ldi. Yo'q, uddasidan chiqa olmas ekanman deb. Lekin keyin yana harakat qilaveraychi bir gap bo'ladi. Harakat qildim, ana Xudoga shukr. Ancha natijaga yaxshi erishdim. O'zim xotirjam bitirdim o'yinchoq, birinchi bitirgan o'yinchog'imda qishloq joydagi bitta bog'chaga sovg'a qilganman. 10 tacha o'yinchog'im bor, o'shalarga bolalar uchun deb sovg'a qilganman. Chunki bolalar o'ynasa bizga ham yaxshi. Keyin shu o'yinchoq to'qish menga haligi hobbiga aylanib qoldi. O'sha bilan yashaydigan bo'lib qoldim o'zi. Shuni to'qisam, shuni bilan kunda qanday o'tganini, sog'lig'im qanday tezroq tiklanib borayotganini keyin o'zim his qilib qolib, aslilikam shu ishga kirishdim. Mana endi Xudoga shukr, to'qiymiz. Bir haftada 10 ta, 12 ta to'qiyman. Bozorga olib chiqib sotamiz. Bog'chalar kelib olib ketishadi. Ba'zi bir odamlar tug'ilgan kunga deb zakaz berishadi. Katta, kichik, har xil holatdagisini to'qiyman. Oyiga 1,5 million so'm atrofida topaman. Agarda astoydil bo'lsam 2,5 milliongacha yetishi mumkin. Sog'lom bo'lganimda 6 milliondan oshiq topardim deydi qahramonimiz. Agar sog'lom bo'lsam, demak, o'rtacha hisobda men o'zim hisob kitob qilganman, 6 million topish mumkin. Sog'lom odam 6 million pul topadi. Chunki mana 8-martlarda mana o'sha gullarni yasadi. Gullarni hali qildik, mana shu gullarimiz o'rtacha hisobda bizga 5 mingga to'g'ri keldi. Biz bozorda 20 mingdan sotdik uni. Sof 15 ming foyda bor, donasidan 15 ming foyda qolyapti. Savatchalarimiz ham 12 mingdan, 10 mingdan, ba'zini o'zimiz haligisini qilganimiz, tanasini yasaganlarimiz 5 mingdan tushadi. Ag'ba bilan 8 mingga to'g'ri keladi. 40 ming, 45 mingdan bozorlar sotyapti. Biz magazinga, Optimga 35 mingdan o'tkazdik, ular 45 ming, 50 mingdan sotyapti. Salbarxon opa bir muddat ham bekor o'tirgisi kelmaydi. Agar to'qishdan zerikib, qo'llari toliqib ketsa, bir necha xil shirinliklarni pishirib magazinlarga sotib keladi. Pishiraman. O'tirib shu gazxonaga, stolga shunday olib chiqib qo'yadi aliginda. Stolda o'tirib o'sha aliginda o'zimda bunday qorib aligisida pishirib magazinlarga tarqataman. Mana ro'zona kunlarida o'sha magazinlarga, boshqa joylarga tarqataman. Bu pishirish u yaqin 4-5 yildan beri o'zimda haligimga aylangan. Internetdan tortib olaman. O'sha narsani qizim masallig'ini olib kelib beradi. Sekin-sekin, asta-sekinlik bilan o'zim qorib o'sha narsani qilib, ko'p narsalarni endi yotgan kasal nimadan o'rganadi? Iloji yo'q, yotgan kasal o'quv markaziga bora olmaymiz biz. Harakatimiz cheklangan. O'shaning uchun yotgan joyda internetdan ko'rib ko'p narsalarni o'sha internetdagi hali o'zimga o'xshagan nogironlarni qilayotgan ishiga qarab, o'shandan motivatsiya olganman. O'shalarga nisbatan eng asosiy men o'sha xitoylik xotindan ko'proq, chunki uni qo'li yo'q. Mana shu oyog'i bilan qiladi ko'p ishni. Barmoqni orasiga narsani qistirib olib shunaqa qiladi. O'sha qilgan ishni men qila olmaymanmi? Meni qo'lim butun deb o'zimga o'zim shunaqa deb va'da berib o'sha harakatni qilganman. Uni 8-martlar bo'lsa, gul buket, jannatim onam gullarini buketlayman. O'zim haligisi yozuvni qizim yopishtirib beradi. Men o'zim gullarni buketlab qog'ozlarni halik qilaman. Qizim olib borib magazinlarga tarqatib keladi. Men bekorchi bo'lib yursam, hayotni befoyda ariqqa oqizish deb o'ylayman deydi u. Kecha kuni ham aytdim qizimga, agar men hozir sog'lom bo'lib oyoqqa turib, hechimizda devor yoqalab qolganimda, men tadbirkorlikni boshlardim. Umuman bog'dorchilik bilan shug'ullanardim. Chunki men ilgari urug'chilik bilan shug'ullanganman. O'zim sog'lom bo'lgan mahalimda urug'chilik bilan shug'ullanganman. Agar hozirgi holatda prezidentimiz shunaqa tadbirkorlarga zo'r sharoit yaratib beryapti. Yana 10 yosh bo'lganimda, eng asosiy oyoqqa turib yurib turgan bo'lganimda, men ana unda o'sha dangasa tamballarga shunaqangi ko'rsatib qo'yardim. Hozir u sog'lom bo'lib turib, bir narsa bilan shug'ullanmay umrini bekor o'tkazayotgan odamlar umrini suvga oqizayotgani bu. Men shunaqa deyman. Chunki mana men yotibman, to'g'risi yotaman. Unaqangi birov o'tkazib qo'ysa o'tiraman. O'shanda ham shu harakatni qilyapmanmi? Ular sog'lom bo'lib turib, o'sha sog'liqda qadriga yetmayaptimi? O'tayotgan umrni bekorga ariqqa oqib ketayotganini his qilmayaptimi? Demak, ular haligi yo'q odamlar, nulovka desa bo'laveradi endi.
Salbarxon opaning yana bir orzusi ishlab topgan daromadiga o'zi uchun nogironlik aravachasini olmoqchi edi. Lekin qahramonimizga viloyat inson ijtimoiy xizmati markazi tomonidan nogironlik aravachasi sovg'a qilindi. Unga berilgan ushbu sovg'a yanada motivatsiya bo'ldi. Endilikda u bog' yaratib, gulchilik bilan ham shug'ullanishini aytmoqda. Biz ham ularning kelajakdagi orzusi amalga oshishini tilab qolamiz. Husniddin Hamidov, Rustamjon Sog'jonov, Ovoza informatsion dastur uchun Namangan.